Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan mening Mahvagarim kanali. Bugun bu videoning ikkinchi qismida yerto'la. Birinchi videoda men yerto'lani ko'rmagandim. Yerto'la deysa azilishmada yo'q deganimda bu yerda hech narsa. Garim yerto'lada yotibdi. Men esa hozir jangni boshlashim kerak do'stlar. Bu zombilar aytayotganimdek 14-qishloqni bosib olishdi. Va mana do'stlar, bu joylarda biz hozir shularga qarshi chiqamiz. Albatta, bo'yinchiga o'q kerak. Tasavvur qilinglar. Sizlarga bitta gap aytsam. O'q sikaman. Judayam mana garim. Nimalarda o'qlar mana. Nimandir ovoz eshitilyapti menga. Nimandir ovoz. Yo garim iltimos. Shu joyda mana yo baliq emas, biz go'sht olamiz. Jangga chiqishda oldin mana o'ldirib qo'yman. Garim birinchi videoda ko'rganimdek ozgina jangga moslashmagan, lekin PvP'larda juda ham yaxshi. Lekin hozir men to'liq qal'ani himoya qilish uchun kamon bozlarini men aniq tepaga chiqib man tepaga moslamalar o'rnatib olsam, nisbatan moslamalarning o'zi jang qiladi do'stlar. Yo. Bitta gelaring bitta. Lekin ikkinchidan qalay kirsang ham men bularni o'ldirish mumkin emas, lekin agar men tepaga moslamalar o'rnatmasam. Yo, kir. Sen o'tolma. O'tolma. Yo. Çıkmasam bile ölmedi. Oldu bulama uyuyor koyadı. Burada ne yapacak bu? Ha, mesela mesela yo bak kışık gelince makalanı ise yok gene. Yo tepe çıkıldım. O zaman birinci ne battı? Garmin mi? Kim aslında? Cenge çıkarttı mı? O bu. Bakın. Şimdi ne yapacağız mı diyorsun? Manam. Tepeden can kımasam ağzına bu bitti. What do you güzel neyse gitti. Mamca bu oklarım işleme yaptı. Garam bu sefer garımda can kımını değil. Zayıf lekin PvP'de yaxshi, lekin agar jang bo'lsa judayam zaif do'stlar, garim jangda judayam zaif, lekin PvP'da yaxshi. O'xshadi. Çünkü ko'plik holada o'chqotdi do'stlar. Bu bilan eng katta xatomiz bo'lib qalay yopgandim. Pastga masofadan kamon o'taman. To'g'ri, mana men ajimbi. Yo'q. Oldingda masala bitta tanki. Yo'q, kim. Kiming bo'lsa ham oxirgacha turib ekaningmi? Jangda. Hozman
Bu jangda tozalar g'o'layapman, ama joylarni tozalab boryapman. Bu yoqda zombilar bor. Saqlanimiz bilan uchishim judayam muhim. Aytgancha do'stlar, Garim Hobirga yangi kanal ochdi. Bu kanalning nomi Garim Chiydi. YouTube'ga yozinglar, shunda chiqadi. Hozir men bu kanalni ko'rsata olmayman. Agar bu kanalni obzorini men sizlarga ko'rsatsam, bu video tugashi mumkin. Nimadir o'tdi. Kerakchi tushunmadim. Garim nima unchadan beri jangga chiqmayapti o'zi? Garim amchi bir marta zombilarni qo'rqitib qo'ygan, shuning uchun umuman jangga chiqmayapti. Do'stlar, tamom javobimiz. Garim masmi degan? Axir aparatmi? Qalagi ham ziyon, o'zimga ham ziyon emas. Qalagi ham ziyon emas, ya'ni qalagi ham ziyon emas, o'zimga ham ziyon emas. Biz qanchasini yo'l bo'ldirib, o'zim sizlarga tamoshani ko'rsataman. Kel. Yo'ldagilar to'slardan 3 tasi qolibdi. 3 dona 5 ta 3 dona turib qolgan, ajablanarli. Menimcha bular eng aqlli zombilardan birlari. Do'stlar, video shu joyda tugaydi, chunki biz videoni olishga vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun video tugadi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan mening Mahvo Garim kanali bo'ling.